Agata 616, ha? Asteroid to'ppa-to'g'ri Yer tomon harakatlanyapti. Bilaman, kutilmagan holat. Demak, insoniyat birlashdi va qo'lidan kelgan eng maqbul ishni bajardi. Asteroid tomon ko'plab raketalarni uchirdi, u portlab ketdi. G'aroyib manzara. Aslida esa unday emas. Bilasizmi, bombalar asosan kimyoviy moddalardan tayyorlanadi. Yomg'ir bilan birga ular Yerga qaytib tushdi. Keyin hammasi o'zgardi. Barchasi deganda sovuqqon mavjudotlarni nazarda tutyapman. Ular o'zgardi. Insoniyat uchun o'ta xavfli bo'lgan irsiy o'zgarishlar. Avval insonga suvarakni o'ldirish uchun shippak kifoya qilgan bo'lsa, so'nggi voqealardan keyin miltiq zarur bo'lib qoldi. Ba'zida esa hatto tank ham. Ayrim hollarda u ham foyda bermasdi. Oxir-oqibatda ulkan maxluqlar va harbiylar shafqatsiz jangda ro'baro kelishdi. Bir yilda yer aholisining deyarli 95% dan ayrildik. Ko'plab boblarni boy berdik. Tirik qolganlar turli yerlarga yashirinadi. Bunkerlar, g'orlar, butun dunyodagi boshpanalar.